Karyera uchun hech qachon kech emas, lekin farzand tarbiyasiga kech qolishingiz mumkin. Hayratda qolaman, ishonasizmi? Shunaqa qiynalgan onalar, shunaqa qiynalgan bolalar, shunaqa oilalar borligidan bolam menga gap qaytaradi, nima qilay? Ota-onalik bu mansab, bola qul. Ota-onalarning orzularini amalga oshiruvchi vosita emas farzandlar. Qizchani xursandligini sizga tasvirlab bera olmayman-da. Shuning uchun onalardan ba'zan xafa bo'lib qolaman. O'qigan ilmingiz ham asqotmaydi-da. Faqat oilasiga o't qo'yishga yaraydi xolos. Bilasizmi, hayratda qolaman. Inson o'zini farzandi haqida shunaqa gap aytish. Men dadasi katta bo'lganman va dadanlik mehrni his qilish nimaligini bilmayman. Qiz bir ne'matligini, jannat rayhoni ekanligini tushunsa, qizga mehr bersa, aslida yoshlar aynimagan. Aslida bizni qarashlarimiz shunday aynigan. Lekin tushib ko'rish kerak-da. U tushib ko'rmasa undan chiqishni qanday o'rganadi? Ali roziyallohu anhuning bir ajoyib gaplari bor. Farzandlaringizga o'zingizni zamonangizga qarab baho bermang. Ularning zamonasi boshqa. Bolani yo bag'riga bosib tinchlantirishni yoki chalg'itishni bilishmaydi. O'zi telefonda turib, farzandiga telefoningni yig'ishtir deyishdan manfaat nima? Tajovuz ishlatdi, lekin tajovuz qilma deyapti. Aqlga sig'adimi? Bu dunyoda narsa emas, bolasi ustunligini ota-ona his qildirishi kerak bolaga. Bizda muammo shu dadani mehrlarini yetishmasligi bo'lishi mumkin, chunki dadasi musofirda. 10 soatlar o'tirdik, ovqatsiz, suvsiz, qolib ketdik o'rtada. Vahimaga tushganlaridan keyin askarlar rahmi keldi. Ehtimol qo'pol eshitar, yengillik xarakter qizlarimda bo'lishni xohlamadim va alhamdulillah yo'q. So'zingiz bilan emas, amalingiz bilan tarbiya qiling. O'zingiz qila olmagan narsani farzandingizdan talab qilmang.